Internetni portlatib tashlagan Neymarni asabi to'g'risida gaplashamiz. Kecha Santos o'yinida Neymarni nima sababli asabi buzilganini tushuntirib beraman. Sizlar ungacha obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Qaranglar, kecha Santos o'yinida Neymar kichkina jarohat olgani sababli maydon tashqarisida tibbiyot yordam berishayotgan paytida Santos murabbiyi zamina qiladi, o'yinchi almashtiradi va 7-raqamdagi o'yinchi bilmadim, nechinchidir raqamli o'yinchini o'rniga tushishi kerak bo'lgan, lekin 4-hakam Neymar polga tashqarisida turganligi sababli jarohat oldi deb o'ylab 7-raqamni 10-raqamga almashtiramiz deb kartochkani ko'taradi, anaqani almashtiradigan nomerni ko'targandan keyin o'yinchi tushib ketadi, 7-raqamdagi o'yinchi. Agar Neymar polda bo'lganda u tushib ketganda yana qaytib chiqarib yuborsa bo'lardi, lekin Neymar polga tashqarisida turganligi sababli bu qarorni уже отмен qilib bo'lmaydi va Neymar avtomatik o'zi xohlamagan yoki treneri xohlamagan holatda zaxiraga olindi. Endi tasavvur qiling, o'zi bilib turuvdinglar, ko'rgan bo'lsanglar, Santos klubini benzin quyishga, misol uchun o'yinga uchib borish uchun samolyotida benzin quyishga puli bo'lmaganligi sababli Neymar o'zini 40 millionlik samolyotida Santos jamoasini o'yinga olib borgan edi va tasavvur qiling, o'yinga borsangizda sizni mana shunaqa nohaqlik bilan zamin qo'yishdi. Endi sudya atilabdan qilganmi yo bilmasdan qilganmi, uni Alloh biladi. Nima deb o'ylaysizlar? Atilabdan sudya shunaqa ish qildimi yo bu adashmovchilik bo'ldimi? Kommentariyada yozib qo'yinglar.